Xitoyda eng zo'r brendidan bittasi, ya'ni Shimgiga kelganman. Qarang, ofitsialniy dillerida o'zida biz Farg'ona shahrida yagona bo'lgan Shimgi. Ya'ni bu yerdan men o'zim ham uyimdagi suvlarimni, nasoslarimni shu yerda o'zidan olganman. Eslasa, yaqindada qaysizman, sentabr oylarida olib ketdim, haligacha bir ovozi chiqib yoki bo'lmasam bir muammosi bo'lgani yo'q. Ko'pchilik Shimgini biladi, 40 yildan oshiqki faoliyat yurg'izishadi, to'g'rimi Shimgi? Shunaqa. Bularga garantiyalar bor, to'g'rimi? Bor. Necha yil garantiya berasizlar o'zi? Xo'p, Shimgilarimizga 1 yil zavodskiy defektiga servis xizmat garantiya beramiz. Garantiya berasiz, ya'ni xizmatiga. Xizmatiga. Hozir aka, bular kachatka qo'yiladigan suv nasoslar shekilli oldimdagilar. Ha, bularimiz pogrujnoy, ariqlarga, hovuzlarda, basseynlarda suvlarni bir necha metrlarga otib berishga Xizmat qiladi. beriladi, xizmat qiladi. Ha. Bu pogrujnoy, Kattalar. dehqonchilikda dalalarga, polizlarga suv yetkazib berishga beriladi. Ha. Suv filtrlari ham bormi? Suv filtrlarimiz ham bor, ha. Bizda ham optoviy narxda. Optoviy narxda. Ha. Ya'ni buni o'zlaringiz ustanovka qilib berasiz. Ustanovka ham qilib beramiz. Ustanovka. Ha. Xo'p aka, yana Shimgi tomonidan kuzovchi, malyar, darvozasiz pulishlar bo'lsa, biz obunachilarimiz orasida shularga mana ko'rib turgan kompressorlaring. Kompressorda eng kattasi 3 ta porshinli ekani. 3 ta porshinli bu do'konimizga hamma assortimentimiz sig'maganligini hisobiga biz ma'lum bir 1% lik assortimentimizni olib kelib qo'yganmiz. Buni ishlab chiqarish ham o'zimizda 500 litrgacha kompressorlarimiz bor, resiveri. Ya'ni Shimgi brendi asosida. Shimgi brendi asosida, sub brend asosida. Sub brend asosida. Bular nima, gazonokosилkalar? Bular gazonokosilkalarimiz ham bor. Kompressorlarimiz bu maslinniy havo kompressorimiz bo'lsa, bizda betshumniy, maslinniy-siz havo kompressorlarimiz ham bor. Ya'ni o'zlaringda. O'zlarimizda. Bu ham ya'ni ikki xil firmaniki. Bular nimalar aka bular? Bular o'sha skvajiniga, quduqlarga juda ham chuqurda joylashgan 100 metr, 150 metr, 200 metrgacha bo'lgan quduqlardan suv chiqarib berishga. Otib beradi. Bularchi mana bular. Bularimiz sentrabejniy nasoslari bo'lib, bu ham o'sha 1 kilometr, 2 kilometrgacha bo'lgan uzoqlikqa suvlarni itarib berishga tavsiya qilinadi. Xizmat qiladi. Yana bitta qiziqarli narsa aytaman. Shimgi tomonidan meni o'zimni uyimga suv nasos, suv filtr qo'ydirganman mana mashinadan. Bu ham zo'r xizmat qilar ekan, to'g'risi. Tabletkasi bor ekan, bir qop 30 kunda bir marta shunday solib qo'yaman. Xizmat qilyapti, zo'r xizmat qilyapti to'g'risi. Yusufjon aka, mana shu haqida batafsilroq ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, bizning kompaniyamiz Aquastream kompaniyasi bo'lib, bu kompaniya o'zining ichiga bir nechta Xitoy kompaniyalarining brendlarini o'z ichiga oladi. Masalan, bu Aquastream brendi ostida suv yumshatish filtrlarimiz. Buni klientning talabidan kelib chiqib turib, zavod, tashkilot, sanoat, xonadon har qanday talabidan kelib chiqib turib, biz analiz qilib suvlarini umishcheniya podgotovka qilib beramiz. 3 tonna, 2 tonna, 1,5 tonna yoki o'zimiz yana qo'shimcha zapchastlar orqali klient talabidan kelib chiqib yasab beramiz. Ko'paytirib yasab beramiz. Ko'paytirib yasab beramiz. Ya'ni bular mana shu Shimgini men o'zim bilganim Shimgini eng yaxshi brendligini tushunganim